Hayvonlar shahri sut emizuvchilar tomonidan yaratilmagan. Aksincha, u ilonlar tomonidan yaratilgan. Gerrining katta buvisi. U shaharni barcha hayvonlar raqs qiladigan joyga aylantirmoqchi edi. Shunday qilib u o'zining ob-havo devorlarini barchaga yordam berish uchun ixtiro qildi. Unga shunchaki investor kerak bo'lgan. Hamkor. Lekin mening bobom uning g'oyasi qanchalik qimmatga tushishini ko'rganida, u uning rejasini o'ziniki qilib o'g'irlab olishni rejalashtirgan. Shuning uchun u qotillik qildi. U o'z xizmatkorini o'ldirib, bunda Gerrining katta buvisini aybladi. Uning ilon bo'lganligi uchun barcha bu yolg'onga ishonishdi. Tez orada esa hech qanday sudralib yuruvchilar xushlanmadi.